Hindistonga davolanish uchun borganlarning hammasi ham davo topib kelishadimi? Hindiston va Hindistonda davolanish haqida mish-mishlar talaygina. Ba'zilar deyishadi, bu shunchaki biznes, pul topishning bir yo'li. Ba'zilar deyishadiki, haqiqatan ham davo topgan bemorlarni ko'rdik. Bu aslida qanday? Bu inson joni. Unga hech kim qachongacha bu inson yashashi yoki qancha vaqt umr ko'rishi haqida kafolatlanmagan. Lekin shuncha yillik ish faoliyatim davomida davolanish uchun borib, davo topib kelganlarni ham bu o'lim to'shagida yotibdi, boshqa iloji yo'q deya Hindistonga borib, lekin oyoqqa turib kelib sog'lom hayotda yashayotganlarni ham, lekin Hindistonga so'nggi umid uchun, so'nggi imkoniyat uchun borib, musofir yurtda yoki yo'lda vafot etganlarni ham ko'rdik. Bularning hammasi siz qanday kasallikdan aziyat chekib kelayotganligingiz va bu kasallikni qaysi darajaga yetkazganligingizga bog'liq. Shunday ekan, kasallikning isitmasi oshkor qilguncha kutmasdan o'zimizni qadrlaylik, azizlar.